Kuchi bilan mushularni ovqat qolmabdi. O'zimiz oladigan do'kondan zapasi bilan, vitaminlari bilan olib $400. Xo'p, xitob bo'ya. Qo'shni qormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mol holga po'cha olib kelyaptimiz? Hazilingiz qilib-yu, bolalarga bolalar meva yegisi kelgan ekanda, ana etishadi-yu, mevani shiriniga qurt tushadi deb. Shunga olib oldim. Chiqing qo'shni. Keling qo'shni. Chiqing degangiz, chiqdim. Ha, qo'shni. Anchadan beri bunaqa bozorlik qilyaptimiz deyman. Do'dirab qoldingiz? Yo'q, unga emas. Qo'shni hozirgina o'g'lim Adajon, qachon biz ham to'y ovqat yeymiz, qachon go'shtli narsalar yeymiz dedi. O'g'lim, Allohga oson. Agar u xohlasa, bugun yeymiz degandim ham siz ishimni taqalatib turibsiz-da. Rostdanmi? Kiring.